qildi. Tushib ketyapti, to'xta. Oqib ketyapti-yu. Öyle. Endi qarichilikda endi. Va tavba qilmani. Men mana rosa xursandman-da. Men Qirg'izistonga turmushga chiqqanman beri mana maza qilib yashayapman. Meni erim qirg'iz. Rosa ichadi. Mazza, meni urmaydi ham. O'z bilan o'z mazza qilib yashaymiz, tavba qilib. Dadasi shunaqa zo'r odam endi. Voy. Nima balo bo'lyapti endi? Apa! O, qizim nima bo'ladi bu? Yashavay. Voy, nimaga yashamaysan? O'tma yoqqa. Tekkaningga endi 6 oy bo'ldi-yu. Yashavay. Voy, nimaga yashamaysan? 8-martga podarka olib ber desam, ichib olib, munasaga podarka dedi. Qizim, tavba qilmani, ichib olib ursan nima bo'pti? Voy, dadang ham ichadi-yu. Ol atam ichgan maga chaqat. İçip gelse de jo'yn ele uyda turardi. Al kelib ol idish oyoqlarni sindirib talqalab atmaymi? Bekitib qo'ygan jermen olib chiqib talqalab atadi. Qizim, sen mana qil. Haligi mos bo'lib keladi-yu, ichib keladi-yu. Ashunda sen mana qilgin. Haligi men manoni sindiring, manoni nima qilib bering deb olib chiqib bering oldiga. Ashunda sindirmay qoladi. Bo'ptimi? Shunday yo'lab. Ashunda qadriga yetadi shu narsani. Yashamaymi? Gunda ichib kelyapmaymi? Bor, yasha qizim. Ichib kelsa nima bo'pti? İçiveradi. Dadang ham ichgan. Ering ham ichyapti. İchsin. Yana qo'yib ber. O'tirib sen ham ich. Demayman-ku, endi ichma-da qizim sen. Bo'ptimi qizim? Yashavaymi men borib Aymaljaqa. Endi yana bir 3-4 kun yashab tur, bo'lmasam yana aytadi-yu, yana ichganga chida. Ha. Necha yil ichsa ham chida qizim. Bari o'lib qoladi-da bari. Borgin qizim, borgin. Men otam bilan uchrashib qo'yib ketmayinmi? Voy, dadang bilan o'zim hali so'rashmadim dadang bilan. Dadang yo'q. Qancha kundan beri yo'q? Ko'p bo'lib ketdi, bir hafta bo'lib ketdi, bor. Bor. Dadangiz o'ldiradi yana. Bor. Tavba qilmani, mana shu. Qizni tug'am qutulmaysan, yerga berib qutulmaysan, tavba qilmani. Nima balo bo'ldi? Voy, dadasi keldimi? Kivar achayishdi. Ha? Ochsam yarim soatdan beri turaman. Voy, keling. Yarim soatdan beri eshitmayman, ochmaysin deb turaman. Voy, kechirasiz, eshitmay qolibman-da. Voy. Asal. Voy, dadasi. Ona. La. Ninna. Balara. Aqala. Chaqala. Yana. Qani dadasi? Qanday? Demak, qancha kundan beri uyga kelalaking? Voy, siz kelmaganingizga bir hafta bo'ldi. 7 kun bo'lib ketdi-yu. 7 kundan beri yemi topib keldim bu uyda. Voy, nima bo'pti? Endi siz birinchi marta emas-ku bu. Postoyanno mana shunaqa-yu. Elgin ayollarni o'xshabunda istesang ertaroq topib keladilar bu uyda. Ha, endi erkak kishi degan mana shunaqa qilib ko'chada yuradi-da dadasi. Erkak kishi uydan 7 qadam chiqqandan keyin bo'ydoq. Ayollar uyda bo'ydoq. Hazillashib qo'ydi, dadasi hazillashib qo'ydi. Voy, hidlaringizdan. Rosa sasyapsiz. Bunday ertaroq deganda qavar olib qo'ydi-da, ellarning qatindan jamon suqlanaman ayollarni. Izdeb tavib olib keladi. Men bo'lsa chiqib ketganmancha yemi topib keldim uyda. Ya qarab qo'ysang bo'lmaydi bizda bunday. Apal! Asal. O'g'lim, malades. Otang bilan uchrash. Assalomu alaykum.
Maktabmi? Dadang bor. Uyga kirib bolam, kiyimlarini alishtirib maktabdan kelding bolam? 5 oldim. Malades. Joningdan. Bor kirib, bolam, bor. Kirib o'yna bolam, bor. Bor. Nima balo bo'ldi? Nima oldi dadasi? Kimmen ol? Tavba qilmang, kim deganingiz nimasi? O'g'lingiz-da. Ha, bizdimi la уже? Tavba qilmang, siz bolangiz-da, kim bolasi bo'lmasam? Qanchaga chiqdi bu? Voy, 10 ga chiqdi-yu. 10 yil murda men Rossiyadan bu qayoqdan anan? Tavba qilmang. Siz Rossiyada bo'lganingiz bilan men bu yoqdaman-ku. Shunday deb bo'laver. Endi rasmingiz bor uyda. Buni o'rgatgan do'st. Tavba qilmang, nima deyapsiz? Voy dadasi, endi mana qilamiz. Hozir men sizga yana bo'ldimi? Shunday qilib qoldir endi. Bo'ldi, boravering, rahmat, boravering, bo'pti, mayli. Buning kim? Nima bu haligi siz yo'g'ida siz qiladigan ishlarni mashq qiladi-da. Bardig'ini o'sha qiladi. Yo'q, endi o'ziga kerakli narsani qiladi. Yer chopadi, mollarni qaraydi. O'shani aytmaysizmi mana? Endi erkak kishi qiladigan narsani men qila olmayman-ku. Shunga mana shuni olganman. Voy dadasi, hozir sizga yana 200 gramm olib kelib beraman. Tap o'chasiz. To'xta, ichmayman. Voy, 7 kundan beri so'lg'a olmay yeb zo'rg'a taom kelmaydi. Voy, mana iching dadasi. Sizga ichgan rosa yarashadi. Yo'q, ichmayman. Voy, ichaverib, ramalaringiz ham ketib qolibdi dadasi. Hozir 200 gramm olib. Ichmayman. Voy, nimaga ichmaysiz? Ichmayman, menga ichgan bo'lmaydigan, so'lg'a olmay yuraman qancha kundan beri. İçib olib chernilarga borganda mas bo'lib olib, harbalarni balq etkizib suylab qo'yib meni. Voy, tavba qilmang, birinchi marta gapiryapsiz mana shunaqa gaplarni. Birinchi marta. Voy, dadasi, to'g'ri aytasiz, ichmang. Ichmayman. Mashinada yo'q, qana mashina. Mashinani sotib olgansiz-ku. Sotib olgansiz. Hozir, ellerning ko'zini tangalam, suqtanam, elder degan to'ydan kelyotadi. Tug'ilgan kundan chiqib kelyotadi deydi. Meni bir yo'l qayerdan kelyotasiz deb so'rab qo'ydim shu turishda. Qayerdan chiqding deb so'rab qo'ysang, qayerdan kelyapsiz? Qayerdan kelyotasiz? Milisaxonadan kelyapman. Ofisingizdan kelyapsiz ekan-ku. O'z barbaynili deyim o'sha kampir. Barbaynili bo'lmaydi palakatlarga aralashib borib qolamda. Bo'lsin gapdir Rossiyadan. Mashina oldim bozorda juvayli deb chaqirdilar. Bozorning qaq o'rtasidan mashinani juvib pustay ko'z. Biz mashinani haydab keta turgan kishi yo'q. Yeptib bozordan mashinani quvratib haydab chiqib ketsa, gay to'sdi. Voy, o'ldigemi deb turadilar, gaydan bir quvrab qolgan nima ekan. Kela qolib mashinam benzini tuganib qoldi, zapravkagacha suyrab borib jardam qilib qo'yg'ilachdi. Gay, yordam berdinglarmi? Yeptib qutulaylik dedik-da. Endi qutulish kerak gaydan. Tartolamiz, biroq buni jangi uylanchukda dedim, bilib qolmasin deb. Sen qatuna qaydab borasanlar, svetim margat etib qo'yim, jaylatib qolasanlar. Yeptib zapravkagacha tartib olib borg'lar dedi. Ketyapti, gayni suyrab ketyapti, unutib qolibmiz gayni. Voy, bo'lmas. Bir vaqtlar yo'lning jarmina keldi, janob bokat sekilib turib, bizni gay qo'layotadi, ne qilamiz deydi. Voy, to'baqmani. Voy, chinni. Men aytdim, gay qo'layotganimizda qash dedim. Siz menen qaçıp ketyapsiz, gay avtobusdan qolmay. Qalmayotadi, 120 ga chiqarib qistalab dedim. 120 ga chiqarib basib ketyapti, janobi gay svetim margat et, terezasidan boshini chiqarib balkaz meni tozatdi. Meni qilamiz, avtobusdan qolmas bo'ldi-ku deydi. Men aytdim, adashtirib dedim. Men qilib adashtiram dedi. Men aytdim, sol жаққа поворотын жағып, оң жаққа kirib ket. Tapmay qalat desem, sol жаққа поворотты жағып, оң жаққа kirib ketdik ele. Gay bansaga ketdi, biz milisaga ketdik. Voy, to'baqpali.
dadasi, ja ajoyib odamsizda tavba qilmadi. Mana shinapingizni ham tashasangiz bo'lardi. Bo'ldi bu Kanelkaga o'xshatib tavba qilmadi. Bugundan boshlab ichmayman. Shu ishlarga borgandan chernalarni voy, hali kuni nima dedingiz? Esingizdami? Mana o'zingizga katta kelgan kostyumni kiyib olibchi. Voy, Indiyaga ketaman dedingiz-ku. Gitmayman. Da Indiyaga nega boraman? Men ham bilmayman. Aram jursam o'zi Indiyaga nega ketaman? Voy, tavba qilmang, ichib olib. Mana qo'shnimiz qozoq bilan urushdingiz. Qo'shni qozoq bilan urushib ketdi. Urushib ketdingiz. Mana chap tomonimizdagi tojik bor-ku qo'shnimiz. Ashi bilan ham urushdingiz. Orqamizdagi o'zbek qo'shnimiz bilan ham urushdingiz. O oldimizda yashagan al o'ris bilan ham urushdingiz. Hammasi bilan urushdingiz. Qo'shnilar bilan urushdilarmi? Urushib ketyapsiz qo'shnilar bilan. Ichmang endi, dadasi. Mas'ullikda. Mas'ullikda bor joq bo'lib ketdi. Qo'shnilardan kechirim so'rab qo'yish kerak. Ichmang dadasi, bo'ldi, ichmayman. Yuring. Hozir sizga men yana 200 gram qo'yaman. Ichmayman dedim, ichmayman. Yo, maza qilasiz. Ashunda tochna o'chasiz. Ichmayman, aytdim-ku men. Qo'shnilardan kechirim olib mas'ullikda. Endi yuring dadasi. Men sizga-chi bo'pti. Her bir aydan altısı. Cinter.